Assalomu alaykum. Farg'ona Gold Asfalt jamoasining hurmatli kuzatuvchilari, bugun biz jamoamiz bilan birga Farg'ona tumani Minnonobodga tashrif buyurganmiz. O'sha hamma bilgan Vodiy 5 postining oldidagi propan zapravkaga tashrif buyurganmiz. Hozir biz jamoamiz bilan birga asfalt yotqizish ishlarini boshladik. Mana asfalt yotqizish ishlari oxiriga ham borib qoldi. Tugatish arafasida turibmiz. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, ushbu obyektimiz 300 kvadratdan iborat. Letga biz 30 tonna asfalt ishlatdik. 1 tonna asfaltimizni 700 ming so'mdan bosib berdik. 2026-yil uchun Gold Asfalt jamoasini asfalti 1 tonna narxi, 1 tonnasi 580 mingdan 850 ming so'mgacha belgilangan. 1 kvadrat metri 58 ming so'mdan 85 ming so'mgacha. Bu asfaltlarimizni 1 yildan 5 yilgacha servis garantiyamiz bor. Xudo xohlasa, sizlarga ham kimga shunaqa xizmatlar zarur bo'lsa, biz pastda raqamlar qoldirib qo'yamiz. Aloqaga chiqsalaringiz, shunaqa katta obyekt joylaringiz bo'lsa, borib hamma texnikalarimiz bilan chiroyli qilib joylar tayyorlab, siz o'zingiz tanlagan asfaltni olib borib chiroyli qilib bosib ishlayni bitirib beramiz. Sog' bo'linglar, bizni kuzatishda davom etinglar.